G'iybat qilishmas-ku, Oliftaxon serialidagi Zara, shaharlik Olifta Ra'no opamni boshida ko'p muammolarni solyapti. Menga qaranglar, serial rivoji hali oldinda eng qiziq voqealar sizlarni hayron qoldiradi. Silkadan o'tib Oliftaxon serialini ko'ring. Javob beraman, maza qilasizlar. Nima bolam? O'g'lim, ishlaring yaxshimi? O'g'lim. Ojon eshitdingizmi? O'g'illari borligi eslariga tushib qopti. Men ketdim maktabga. Baxtiyor. Baxtiyor. Baxtiyor, tura qol. Maktabga kech qolasan. Tura qolgin. Adi komandirovkaga ketayotganlarida tayinlab ketdilar-ku. Har kuni maktabga borsin dedilar. Tura qolgin. Senga yoqadigan qilib qizartirib kartoshka qovurib qo'ydim. Yur. Men bilan вообще ishingiz bo'lmasa chiqib keting. Sanjarga qilib yashmas. Qancha o'tdim? So'rab tolgan. Va qalay bo'lyapsiz o'rta? Yaxshimi? Bo'pti. Baxting yo'q qilsan lekin. Sanjar aka. Lekin kecha zo'r qilibsiz lekin aka. Biz anchadan beri kutib Bu narsani qilmasa bo'lmasdi. Bo'ldi endi sher, qiz bolamassan-ku, xafa bo'lib o'tiradigan bitta narsani deb endi kel, aloqalarni uzib olmayding. Serozing tossanmi qolsan? Ha? O'rtoq senga qilgandachi bilarding qanaqa og'ir botishini. Sen aralashmagin, yururgan qizlaring bilan shulaytib. Tushunmadim. Sani iching kuyyapti bu qizlar bilan yurganimga? G'alati emasmi sher? Yo'q, g'alati emas. Normalniy. Ha? Tinchlikmi? Nima qilyapsizlar? Maktabimiz pahani keldi. Sraz urushayotganimiz uchun hal qilishga. Ichib bola. Sanjar kecha yaxshi ish qilmading. Cho'tsan o'zgaryapsan. To'xta. Ne tashyapsizlar ikkalayman hozir? Menda xursand bo'lish o'rniga iching qoralik qotdimi? Odamchi mana hurmat e'tiborga tushadi-yu, o'sha paytda qanaqa qilib o'zgarayotganini o'zi sezmay qoladi, bilasan? Bir paytlar Sanjar degan og'aynimiz bo'lardi. Anaqa maktabimiz pahani shunda darsim bor edi, ketsam maylimi? Ruxsatim menga. Sanjar, sen jinnimsan? Nima deyotganingni tushunayapsanmi o'zi? Yo'q, tushunmayapman. Vashcha tushunayotganim. Ayniqsa sallani. Mashtim keldi. To'g'risi. To'sani uni ko'yniga qarash. Sher to'g'ri gapiribdi. Sen realni o'zgaribsan. Sanjar degan og'aynimizni yo'qotibmiz.
Yoqimli ishtaha Sanjar. Yaxshimisan? Qalaysan? O'tirsak bo'ladimi? O'tiravering. Lekin Sanjar, baxtingiz bo'lib, vobshe zo'r ish qilding-da. Tushunmadim. O'zi oxirgi paytlar vobshe bosar tusarini bilmay qoldi. Ayniqsa doriga ham yonma o'tirib qoldi. Da, o'ziga qo'shib boru, bizani ham Shu dorini boru, eski paham bilan ham oralari ochib bo'lib ketyapti. Jama bilanmi? Ha, jama bilan. Uni nima aloqasi bor bu yo'g'a? Voy, bilmasmiding? Bu yo'g'a baxtingni paham qilib ketgan ham jami? Bilasan, baxtingning adasi boy odam. O'shaning uchun baxti polni grefda yurardi yaxshi ko'rinish uchun. Jama kelmasligi uchun hatta kelganda ham bor-ku, har oy bizani bolalardan pul yig'ib ketayotgan bo'lardi. Pul deysanmi? Ha, pul? Bilmaysanmi? Mana shu rayonning hamma maktab pahallari bor-ku, jamga borib pul beradi har oy. Yo'g'a. Bunchalik kuchayib ketganmi? Voy, Vesi rayonning maktabga jam qarordi-yu. Shuning uchun sana ehtiyot bo'lganda, sana ham oldin kelib qolishi mumkin. Lekin e'tibor qoling yurto, jam вообще беспредел bo'ldi. Krugida ham polniy puchochi bo'ldi. Buni menga nima aytyapsizlar endi? Endi hozir maktabga san qarorsan. O'shaning uchun bitta o'zing qiynalib qolmagin domizada. Mana, xohlasang biz o'tiribmiz. Polni oldinda yordamlashib yurishimiz mumkin, jigar. Bo'ladi. Как раз haligi ish bor edi o'zi. Maktabda Ha? nima bo'layotgan bo'lsa, Ha? riski bilishim kerakman. Voy. Mana Xurshid maktabimizning eng zo'r qulog'i. Endi Sen yo'qding menga lekin. Mana yo'q, boydan beri qarorsan. rahmat. Mayli Sanjar, ko'rishamiz, jigar, o'zing ehtiyot qilgan. Sog' bo'l. Yoqimli ishtaha. Shahlo. Bir minut. Mumkin? Tusunsiz, charchamayapsizmi? Qalay, joylashib oldingiz maktabga? Ha, rahmat. Kecha ozgina qizishib ketib oldingizda o'zimni xunuk tutdim. Shunga hijolat bo'layotdim. Hechqisi yo'q. Xafa emasmisiz? Yo'q. Bezabek? Bisabik. Nima qolsa ber? Biza Havoda oz qo'shilsam, bo'lib qo'ymaymanmi uchrashuvlarni? Sanjar biza prosta gaplashyapmiz. Ha, prosta gaplashyapsizlar. Bugun prosta gaplashinglar, ertaga prosta aylanasizlar. Prosta kinoteatrga ham boraveringlar. Nima deyapsan-ku? Eshitmayapsanmi? Yo'q, eshitayotganim yo'q. Menga qarang. Siz menga xo'jayinchilik qilyapsiz. Birinchidan, siz menga hech kim emassiz. Ikkinchidan, men o'sha siz aytayotgan prosta tak yuradigan qizlaringizdan emasman, tushundingizmi? Yo'q. Gapingizni o'ylab gapiring. Sezyapsanmi? Qanchalik o'zgarib ketayotganingni? Doniyor. Bitta ashula aytib ber. Yo'q. Aytib ber opa, bekor yotibsan-ku. Aytib ber. Yo'q, dumku nima tushunmaysanlar? Voy bu, sizdan yo'qolibsanmi? Ketdi qizlar. Hey Sanjar. Maktab oldida jami bolalar yig'ilibdi. Seni qidirishyapti. Ogohlantir bolalarni. Tayyor turishsin. Salom bilan.
To'ri, qatta salla. Sanjar qaysi biring? Men Sanjar. Gapni eshit. Jam dabro bergandan keyin bu maktabingga baxtli qaraydi. Har oy 2 milliondan baxtli tomizib turadi. Sen zo'r ekansan, maktabingga bu yog'iga o'zing qarar ekansan-de. To'g'rimi? Endi bu yog'iga o'zing ismdan atvetdasan. Bo'l shuni sani. Jam o'zi qani? Ne kelmadi? Jam bunaqa mayda ishlar bilan o'zi shug'ullanmaydi. Ha, yo'q ey. Unda yetkazib qo'ygin-da bunga. Maktabdan bir tiyin ham olmaysanlar. Seni men qabul qilmadimmi? Yo yashaging kelmayapti. Agar muammo kerak bo'lmasa tinchgina ketlaring. Qiynalib ham qolmaysanlar. Yaxshi gap tushunmadim. Sen bilan keyin gaplashamiz. Tang. Qurban qo'yaveradi. Shahlo. Oyi. Pastga tushgan. Dadang chaqiryaptilar. Xo'p. Bo'la qol tez-tez. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Keyingi hafta Andijonga ketasan. Nega, tinchlikmi? Nega deb sendan so'rash kerakdir balkim, ha? Maktabda nima qilib yuribsan? Haydovching aytdi. Seni bir necha marta bir yigit bilan ko'ribdi. Uygacha kuzatib kelibdi. Bu nima ahvol? Yuzimni yerga qaratyapsan-ku, insofing bormi seni? Boshimni qotirma. Andijonga ketasan, gap tamom va salom. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Oyim qanilar? Shu yerdaman bolam. Va alaykum assalom. Kel bolam. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi kelding. Hozir choy ichib tur. Ovqat pishyapti. O'g'lim. Ozgina gaplashib olaylik. Seni sog'inganman. Yo'q ey. Siz ham sog'inasizmi? Voy bolam, unaqa dema. Nima dey? Ey dadajon, yaxshi keldingizmi deb bag'rimga bosaymi? Men sizni sog'ingan payt qayerda edingiz? Biz sizni sog'ingan payt qayerda edingiz? Kechalar bilan yig'lab chiqqan paytlarimiz qayerda edingiz? Bizlarni ko'chaga haydab solishgan payt qayerda edingiz? Bo'ldi bolam. Bizga kerak bo'lgan paytingiz qayerda edingiz? Endi kerak emassiz bizga. Iloji bo'lsa chiqib ketsangiz ham yaxshi bo'lardi. Xo'p. Ketaman. Faqat agar meni kechira olsanglar, kechiringlar.
Acho. Yig'lamang. Nimaga? Sanjar gapi tushunmadi. Bitta ishni ham eplab qila olmaysanlar. Baxti qayerda?